Uyg'ur Urxun qag'aliqining tashkil tepişi. Tumit va Ulug' Eltabir. Milodining 639-yili Kurshadning isyoni mag'lub bo'lgandan keyin Tang sulolasi Sharqiy Uyg'urlarni asos qilib qurilgan Sortadush qag'anligiga qarata burunqi siyosatni o'zgartib, ya'ni Tang sulolasi burun Sortadushlarni qara qag'anga qarshi kuchkartgan edi. Uning bilan dushmanlashish yo'liga o'tdi. Bu maqsadda 629-yili asir tushgan 100 ming turkni Sadichin sepilining sirtiga ko'chirib, biz boshda aytgandek 639-yili Asinasir Bani ularga qag'an qildi va uni Sortadoshlarga qarshi qilib qo'ydi. Shuningdan boshlab Tang sulolasi turg'izgan qo'rcha qag'anlardan bir nechasi o'tdi. Tang sulolasi Sortadosh qag'anlarni yo'qotish uchun qo'rcha qag'anlardan foydalangandan tashqari yana Sharqiy Uyg'urlardanmi foydalanishga urindi. Shu chaqda hozirgi Koreya xalqining ajdodlari Tang sulolasining tajovuzga taqobil turish uchun Sharqiy Uyg'urlarni o'ziga ittifoqchi qilishga harakat qilgan edi. Milodining 643-yili Koreya xalqining vatanparvar xoni Yankay Suvin Tang sulolasining tajovuzga taqobil turish uchun Burukli xoni orqali Sortadoshlarga elchi avatib Tang sulolasiga qarshi birlikda harakat qilishni tashabbus qildi. Buningdan xabar topgan Li Shimin Sortadosh qag'anligini yo'q qilishga bel bog'ladi. Li Shimin Uyg'ur xaqani Tumit Ulug' Eltabir bilan birlashib, milodining 646-yili Sortadosh qag'anligini yo'qotdi. Ondan keyin Sharqiy Uyg'urlarni o'ziga beqindirish uchun harakat qildi. Lekin milodining 646-yili Uyg'ur xoni Tumin Ulug' Eltabir o'zini, ya'ni Uyg'ur qag'ani deb atab, tarixda 200 yil hukm surgan Uyg'ur Urxun qag'anligining tarixini boshlab berdi. Li Shimin iloj qilolmay, yangidan tashkil topgan bu Uyg'ur Urxun qag'anligini e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Lekin u chidamaslik qilib, Uyg'urlarning bu tunji qag'anni o'ltirishdan qo'yga tushdi. Li Shimin o'z odamlari orqali Tumit qag'anning jiyani bo'lgan Uyg'ur otliq bir begni aldab, ya'ni uning Uyg'urlarga qag'an bo'lishini qo'llashga va'da berib, uning qo'li bilan Tumit qag'anni o'ltirdi. Uyg'ur Tumit qag'anni o'ltirgandan keyin kechasi bir necha otliq kishini agashtirib, Li Shiminning odami Yanlichining qishig'i kelib, uningga ahvolni ma'lum qildi. Yanlichin Uyg'urlarni aldash uchun Uyg'urni o'ltirib, bu sirni yoshirishga urindi. Bu chaqda bu suiqasddan aniq xabar topgan Uyg'urlar Tumit qag'anning o'g'li Bayon xonni qag'an qilib ko'tirdi. Yangi qag'an vaziyatni tizginlab oldi. Uyg'ur qag'anligining turklar bilan bo'lgan munosabati. Demak, milodining 646-yili Sharqiy Turk qag'anligining territoriyasida Uyg'ur Urxun qag'anligi qurilgan bo'lsa-mu, uning janubida Tang sulolasi tarafidan yulab turg'izilgan Qo'rchoq Turk qag'anligi mavjud edi. Bizning boshda aytib o'tganimizdek, turklar o'zlariga tingilgan Qo'rchoq qag'anlarni e'tirof qilmay, ko'zga ilmay, ularni yo'q qilishga bel bog'ladi. Turklar Sharqiy Turk qag'anligini asliga keltirish uchun milodining 679-yili isyon ko'tirib, Asina Nizuq Bagni qag'anlik taxtga chiqardi. Asina Nizuq Bag 680-yili Tang sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lib, qo'l ostidagilar tarafidan o'ldirildi. Turklar uning o'rniga Asina Inanni qag'an qilib ko'tirdi. Asina Inan qag'an 681-yili Tang sulolasi tarafidan tirik qo'lga tushirilib, Chang'anda o'ldirildi. Yuqorida tilga ilingan ishki qag'an olamdan o'tgandan keyin
Asina Qutluk adlıq Türk Bəkçigi miladining 682-yili Sharqiy Turk qag'anligini asliga keltirdi. U Tang sulolasining bir necha 100 ming kishidan tarkib topgan qo'shinlarining bir necha qatimliq hujumini tarmar qilib shuhrat qozondi. Turklar uning iltarish Qutluk, ya'ni elni tirildirguchi Qutluk qag'an unvonini berdi. İltarish Qutluk miladining 682-yili İnkiler Ko'li, ya'ni Kalalar Ko'li bo'yida Uyg'urlarni tarmar qilib, o'tganni besib oldi. İltarish Qutluk 682dan 692gacha, Qapaqan qag'an 692dan 716gacha, Bilik qag'an 716dan 734larning davrida Sharqiy Turk qag'anligi nihoyatda kuchaydi. Shu chaqda Osiyo qit'asida Sharqiy Turk qag'anligi 682dan 744gacha, Tang sulolasi 618dan 907, Arab xalifaligidan iborat 3 cho'ng davlat qad ko'targan edi. Keyin qurilgan Sharqiy Turk qag'anligi milodining 682-yilidan boshlab Uyg'ur urxun qag'anligini qisman holda qaram holga tushirib qo'ygan bo'lsa-mu, Uyg'urlar mustaqillik holatini asosan saqlab qolgan edi. Sharqiy Turklar milodining 709-yili va milodining 711-yili O'rta Osiyoga qo'shin avatib, Arablarni O'rta Osiyodan qo'g'lab chiqarishga harakat qildi. Mana shu turk qo'shinlarining O'rta Osiyoga qilgan 2 qatimliq yurishiga Iltarish Qutlug'ning kichik o'g'li Ko'ltekin qo'mondonlik qildi. Ko'ltekin Buxara atrofida bo'lgan urushda Arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim bilan tutishdi. Turlik sabablarga ko'ra Sharqiy turklarning arablarni O'rta Osiyodan qo'g'lab chiqarish niyati amalga oshmadi. Sharqiy Uyg'urlar 682-yildan boshlab Sharqiy turklarga qisman holda qaram bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar Sharqiy turk qag'anligidan hokimiyatni tortib olib, uning o'rniga o'zlarining hukmronligini tiklash uchun tinmay urushib turdi. Bundaq urushlar 715-yilidan boshlab kuchaydi. Milodining 716-yili Sharqiy Turk qag'ani Qapaqan qag'an Qurulun daryosining bo'yidagi o'rmonlikda mo'kinib turgan Uyg'ur qabilasi Bayrg'ullar tarafidan o'ldirildi. Qapaqan qag'andan keyin Sharqiy turklarga qag'an bo'lgan Bilik qag'an, Asina Bilik Qutluk qag'an 734-yilidan 741-ning vaqtida Sharqiy turklar yanala Osiyodagi kuchli davlatning o'rnini saqlab qoldi. Shu chaqda Sharqiy Turk qag'anligi 220 ming kishilikdan ortiq otliq qo'shinga ega edi. Shimoldagi kuchli qo'shinsi bo'lgan Sharqiy turklardan kech-kunduz ansirab turadigan Tang sulolasi milodining 735-yillarmu turklarning hujumidan saqlanish uchun Xitoyning shimoliy chegarasiga 40 ming kishilikdan ortiq qo'shin turg'izdi. Milodining 745-yili Sharqiy Turk qag'anligining hukmronlik huquqi Uyg'ur urxun qag'anligining qo'liga o'tib ketdi. Biz yuqorqi bayonlarimizda milodining 600-yili turklar Sharqiy va G'arbiy Turk qag'anligiga bo'linib ketgandan keyin Sharqiy turklar bilan Uyg'urlarning qandoq munosabatda bo'lganligi to'g'risida qisqacha to'xtaldik. Tövəndə G'arbiy Turk qag'anligining Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabati, ya'ni asosan Uyg'ur urxun qag'anligi bilan bo'lgan munosabati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Milodining 576-yili Turk qag'anligining g'arbiy qismini cho'ng qag'anga vakolatan boshqargan Yabg'u unvonidagi Istamiy qag'an olamdan o'tganda, uning o'rniga Bilik Tardu qag'an tayinlangan edi. Bilik Tardu qag'an 24 yil, ya'ni milodining 576-yilidan 600-yiligacha saltanat surdi.
Muqan Qağanның oğlu Apaxan onun bilan billa 17 yil, ya'ni 576-yildan 593gacha o'rtaq qag'an bo'ldi. Apaxandan keyin uning o'g'li Inal Qag'an 7 yil, ya'ni 593dan 600gacha Bilik Tardu Qag'anning yanida o'rtaq g'arbiy qag'an bo'ldi. Milodining 600-yili Türk qag'anligi sharqiy va g'arbiy turk qag'anligiga bo'linib ketgandan keyin g'arbiy turk qag'anligiga Apaxanning bolalari hukmronlik qildi. G'arbiy turk qag'anligining tunji qag'ani Apaxandan keyin uning o'g'li Inal Qag'anning nevrisi Chulu Qag'an, ya'ni 600dan 611gacha qatorliqlarning vaqtida g'arbiy turklar bilan sharqiy turk orasida urush bo'ldi. Bu urushda sharqiy turk qag'ani Sivar Qag'an, g'arbiy turk qag'ani Chulu Qag'anni o'ldirdi. G'arbiy turk qag'anligi Chulu Qag'anning tog'isi Shixuy Qag'an, ya'ni 611dan 618gacha uning o'g'li Toz Yapg'u Qag'anning vaqtida 618dan 630gacha Osiyodagi eng kuchli davlatga aylangan edi. Shu chaqda g'arbiy turk qag'anligining territoriyasi sharqiy shimolda Altay tog'laridan tortib, janubda Amu daryosi bilan Erongacha, sharqda Barsko'ldan tortib, g'arbda Kaspiy dengizining bo'ylarigacha ulashgan edi. G'arbiy turklarning qag'ani Shixuy Qag'anning vaqtida turklar bilan Eron orasidagi burunqi dushmanlik tugab, do'stlik o'rnatildi. Eron Sasanilar sulolasining Shohin shohi Xisrov Parviz 2, ya'ni 589dan 628gacha g'arbiy turklar bilan o'rnatgan do'stlik munosabatidan foydalanib, milodining 609-yilidan 619-yilgacha bo'lgan 10 yil ichida Misr, Yaman, Falastin, Rodos, Oskodarlarni, ya'ni Kichik Osiyoda Sharqiy Rim imperiyasining qo'lidan tortib oldi. Eron qo'shinlarining g'albilik yurishlari Eron Sasanilar sulolasiga qarshi holatda turgan arablarni nihoyatda qattiq andishiga selib qo'ydi. Sharqiy Rim imperiyasining nurg'un joylarini Eronga tortqizib qo'ygan imperator Herakli 1, ya'ni 610dan 641gacha turklar bilan bo'lgan burunqi do'stlik munosabatini o'z holiga keltirib oldi. Milodining 576-yili turklarning g'arbiy qag'ani Bilik Tardu Qag'an bilan Rim imperiyasining orasiga so'g'chilik tushganda turklar bilan romaliklar urushgan edi. Shuningdan boshlab turklar bilan Sharqiy Rim o'ttirisidagi do'stlik buzilgan. Tun Yapg'u Qag'an turklar tarixida o'tgan ulug' qag'an, Muqan Qag'andan zodi qilishmaydigan aqlliq, tadbirlik, batur, urushning strategiya va taktikasiga mahir qag'an edi. U turklar bilan Sharqiy Rim orasidagi an'anaviy do'stlikni asliga keltirgandan keyin g'arbiy turklarning poytaxtini Yulduzdan Talas daryosining bo'yidagi Ming buloqqa yo'tkagan edi. Boshda aytib o'tganimizdek, Xitoy milodining 630-yili Sharqiy turklarni mag'lub qilgandan keyin 680-yili Sharqiy turklar mustaqilligini asliga keltirguncha bo'lgan 50 yil ichida Uyg'urlardan unumli holda foydalanib, g'arbiy turklarni orqa-orqadan bir necha qitim og'ir ahvolga tushirib qo'ydi. Li Shimin 630-yili Sharqiy turk qag'ani Qaraxonni asir olgandan keyin Xitoyning sharqiy va g'arbdagi qo'shinlarga hujum qilib, ularning ziminlarini besib olish hozirligiga kirishdi. Li Shiminning tajovuzchilik harakatlariga bahona tepish uchun uning vaziri Wei Jing uningga mundaq degan edi: Xitoylar Aramxuda xotirjam yashamoqchi bo'ladi ekan, o'z atrofida o'zidan kuchli birmi davlatning bo'lishiga yo'l qo'ymasligi, o'zining to'rt atrofidagi yot davlatlarni bo'ysundirishi lozim.
Li Shimin o'zining aqlliq vaziri Vijin ko'rsatgan bu strategiya bo'yicha harakat qildi. Boshda aytib o'tganimizdek, ton yapqu qolgan, o'ldirilgandan keyin G'arbiy turk qolganligida ichki urush bir necha yil davom qildi. Xitoy o'ziga nihoyatda foydali bo'lgan bu yaxshi fursatdan foydalanib, G'arbiy turklarni yo'qotishga bel bog'ladi. Xitoy G'arbiy turklarning turk qolganligining burunqi saltanatlik davridagi shon sharafini asliga keltirish uchun Sharqiy turk qolganligining territoriyasini mo egilib olib, birlikka kelgan qudratli turk qolganligini vujudga keltirishdan bakmi qo'rqatdi. Demismi, G'arbiy turk qolganligida ana shundaq maqsad bor edi. Tang sulolasining hukmronlari o'zi uchun nihoyatda qo'rqinchli bo'lgan G'arbiy turk qolganligini yo'qotish uchun birinchi qadamda G'arbiy turklardan Tangritog'larining janubidagi Tarim vodisini, ikkinchi qadamda Tangritog'larining shimolidagi joylarini tortib olmoqchi bo'ldi. Tang sulolasi hukmronlari bundaq cho'ng va qiyin ishni amalga oshirish uchun ko'p qatim sinoqdan o'tgan, ya'ni yotlarning qo'li bilan yotlarni bo'ysundirish unumlik tadbir degan strategiyasini qo'llandi. Li Shimin 630-yili Sharqiy turklarni tarmar qilganda asirga tushgan 100 necha ming turkning ichidagi askarlikka yaraydiganlardan qo'shin tashkil qildi. Bu ishni u Tang sulolasiga jon dili bilan xizmat qilgan turk baychiki Asinatur qatorliqlar orqali o'rindadi. Yana bir tarafdan u 9 Uyg'ur qabilalarining biri bo'lgan Jibinlarning baychigi Jibini olib orqali Uyg'urlardan qo'shin tashkil qildi. Asinatur bilan Jibini olib qatorliqlar Tang sulolasining g'arbiy turklarga qarshi ilib borgan urushlarda hal qilg'uch rol o'ynadi. Asinatur g'arbiy turk qog'ani Chulu qog'anning o'ttiranchi o'g'li bo'lib, 636-yili Tang sulolasiga taslim bo'lgan edi. Shuningdan tartib, milodining 655-yili o'zi o'lganga qadar u Tang sulolasiga xizmat qilib, g'arbiy turklarga qarshi ilib berilgan urushlarda bosh qo'mondonlik vazifasini o'tadi. Jibini olib bo'lsa, milodining 632-yili o'z qabilasidan bir necha ming kishini boshlab Tang sulolasiga taslim bo'lgan Uyg'ur edi. U o'zi o'lganga qadar milodining 676-yiligacha Tang sulolasi uchun arzugidek xizmatlarni ishlab berdi. Li Shimin milodining 640-yilidan boshlab g'arbiy turklarga qarshi urush boshladi. Xujunji qo'mondonligidagi Xitoy qo'shinlari, ya'ni Asinatur bilan Jibini olib qo'mondonligidagi turk va Uyg'ur qo'shinlari buning ichida edi. G'arbiy turk qog'anligi ziminiga tajovuz qilib kirdi. Turpan xonligi 460 dan 640-ni g'arbiy turklardan tortib oldi. Bu chaqda g'arbiy turk qog'ani Ipitulu qog'an, ya'ni 638 dan 651-yilgacha ning 5 baliqdagi yapqusi Turpan xonligiga yordam berib, Tang qo'shinlariga qarshi chiqish o'rniga Xujanjiga taslim bo'ldi. Milodining 644-yili Xitoy qo'shinlari Qara shaharni besib oldi. Milodining 648-yili Xitoy qo'shinlariga bosh qo'mondon bo'lgan Asinatur 100 ming kishilik qo'shin, ya'ni asosan turk va Uyg'urlardan tarkib topgan qo'shinga yetakchilik qilib, Kucha, Qashqar, Xotan xonliqlarini besib oldi. Mana shu chaqda g'arbiy turklar Tarim vodisidagi Uyg'ur xonliqlarini qo'g'dab, Xitoy qo'shinlarini u yerdan qo'g'lab chiqarish uchun harakat qilgan bo'lsin. Ularning harakati unum bermadi. Tarim vodisi milodining 650-yili g'arbiy turklarning qo'lidan chiqib ketdi.
Li Shimin milodining 640-yilidan boshlab g'arbiy turklarning Tangri tog'larining janubidagi territoriyasiga hujum qilishga boshlagan chog'ning o'zida sharqdagi Koreyaga tajovuz qilishga hozirlangan edi. Bu voqea to'g'risida boshda to'xtalgan edik. Tang sulolasi 10 yil, ya'ni 640dan 650gacha vaqt sarf qilib, Tarim vodisini g'arbiy turklardan tortib olgandan keyin Jungar dalasini besib olishga kirishdi. Mana shu chaqda Asina olib ulug' Ishpara qog'onni mag'lub qilib, g'arbiy turklarni birlikka keltirdi. Asina olib milodi 652-yili sharqqa yurish qilib, xalqaro savdo yo'lida nihoyat muhim o'rin tutgan 5 baliq, ya'ni 640-yili Tang sulolasi besib olgan, qaytirib oldi. Buningdan ansirgan Tang sulolasi Uyg'ur urxun qog'anligining qog'ani Bayonxonning 50 ming kishilik otliq qo'shin bilan qilgan yordamini asos qilib, Liang Jianfang qo'mondonligidagi 20 ming kishilik qo'shinni mangdirib, g'arbiy turk qog'ani Asina olibni mag'lub qildi. 5 baliq turklarning qo'lidan yana Tang sulolasining qo'liga o'tdi. Asina olib milodining 657-yili qo'shin tortib kelib, Tangri tog'larining shimolidagi qo'lidan ketgan joylarni qaytirib olmoqchi bo'ldi. Uning maqsadi sharqiy va g'arbiy turklarni birlikka keltirish edi. Shu chaqda Uyg'ur urxun qog'ani Bayonxon 50 ming kishilik Uyg'ur otliq qo'shinga qo'mondonlik qilib, Sudongfang qo'mondonligidagi 30 ming kishilik Xitoy qo'shiniga, ya'ni bular piyoda qo'shin edi, moslashib, hozirgi Bo'rdala atrofida Asina olib qo'mondonligi qolgan bo'lgan g'arbiy turk qog'onlaridan Asina Mish 657dan 662gacha, Asina Borgin 666dan 668gacha, Asina Turchi 671dan 679gacha, Asina 46gacha milodining 682-yili qaytadan qurilgan Sharqiy Turk, ya'ni Qutlug' Iltarish qog'onligi milodining 600-yilidan Ko'k Turk qog'onligi Sharqiy va G'arbiy Turk qog'onligiga bo'linib ketgandan tortib boshlanadi. Bu bosqich Sharqiy Turk qog'onligining hukmronlik huquqi Sharqiy Uyg'urlarning qo'liga o'tib ketguchi bo'lgan 145 yilni, ya'ni 600dan 745gacha o'z ichiga oladi. Sharqiy turklar mana shu 145-yilining 50-yillarida, ya'ni 630dan 680gacha qaramliqda yashadi. Milodining 682-yili Sharqiy turk begchigi Asina Qutlug' Sharqiy turk qog'onligining mustaqilligini o'z holiga keltirdi. Mana shu Iltarish Qutlug' va uning varislari davri, ya'ni 682dan 745gacha Ko'k Turk tarixining 3-bosqichi bo'lib, bu bosqich 63 yil davom qildi. G'arbiy turk qog'onligi 600-yildan 742gacha Uyg'urlarning qo'shinlarini ittifoqchi qilib olgan Tang sulolasi qo'shinlari tarafidan bir necha qitim mag'lub bo'lib, territoriyasining bir qismidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, lekin 742 yilgacha asosan mustaqil yashadi. Bu vaqtga kelganda turklar nima uchun Xitoy bilan bo'lgan urushlarning to'lisida mag'lubiyatga uchradi? Buning bir qancha sabablar bo'lsa-mu, uning ichida eng asosligi 2 sabab bor. Birinchi sabab turklarning ichki qismida bo'linib ketish. Agar bir butun Ko'k Turk qog'onligi milodining 600-yili sharqiy va g'arbiy qog'onlarga bo'linib ketmagan bo'lsa, ularning mag'lub bo'lishi notayin ish edi. Xitoy xonlarini, ya'ni mayli Suy sulolasining yoki Tang sulolasining bo'lsin, turklarni mag'lub qilishda harbiy kuch ishlatishdan ko'ra boshqa tadbir ishlatdi degan tuzuk. Ular turklarni bo'lib parchalab, bir-biri bilan so'qishtirib ojizlashtirdi.
Türklerinin qo'li bilan turklarni yo'qotdi. Bu to'g'riliq Süy sulolasining vaziri Jiang Songshingning milodining 582-yili Suyvenga ko'rsatgan tadbirini esga elish yetarlik. Ko'k turk qog'onligining mag'lub bo'lishi to'g'risida Xitoy tarixchisi Pan Wenlian bundaq deb yozadi. Agar turklar sharqiy va g'arbiy turk qog'onligiga bo'linib ketmay, birligini saqlab qolgan bo'lsa, Tang sulolasi turklarni yo'qotolmas edi. G'arbiy turk qog'onligi sharq va g'arbdan iborat ikki qismga bo'linmay, birlikni saqlagan bo'lsa, Tang sulolasi g'arbiy turklarni yo'qotolmas edi. G'arbiy turklarning o'z ichida to'polon tug'ilganda, Tang sulolasi fursatdan foydalanib ketdi. Ikkinchi sabab, Tang sulolasi sharqiy turk qog'onligi bo'lsin, g'arbiy turk qog'onligi bo'lsin, ularni mag'lub qilishda ularning ichidagi ziddiyatlardan foydalandi. Uyg'ur Urxun qog'onligining qog'oni Bayan qog'on Tang sulolasining g'arbiy turklarni mag'lub qilishida nima uchun bir necha qitim qo'shin chiqarib Tang sulolasiga yordam qilgan degan savol tug'iladi. Bayan qog'onning Tang sulolasiga harbiy yordam ko'rsatishida ma'lum maqsadi bor edi. Bayan qog'on g'arbiy turklar mag'lubiyatga uchragandan keyin uning territoriyasini Uyg'ur Urxun qog'onligining territoriyasiga qo'shib olmoqchi bo'lgan yoki hech bo'lmaganda g'arbiy turk qog'onligi ziminiy hisobidan ma'lum foydaga ega bo'lmoqchi edi. Lekin oqibatda g'arbiy turklarni mag'lub qilgan bu ittifoqdoshning hech qaysi o'z maqsadiga yetolmadi. Ko'k turk qog'onligida Uyg'urlar bu qog'onlikdan qudrat tepib, gullab yashanishidanmi hal qilg'uch ijobiy rol o'ynadi. Shuningdek, oxiri berib uning mag'lub bo'lishi va yo'qolishimi hal qilg'uch salbiy rol o'ynadi. Turklar bilan Xitoy orasida bo'lgan urushlarning xarakteri to'g'risidami bir necha eg'iz so'z qilishga to'g'ri keladi. Ikki davlat orasida bo'lgan urushlarning xarakteri har xil bo'lib, ularning hammasini bir tayoqda haydab qarasiga hukm chiqarg'il bo'lmaydi. Gohida turklar Sadichil sepilidan o'tib, Xitoy territoriyasiga tajovuz qilib kirgan. Gohida Xitoy qo'shinlari Sadichil sepilidan chiqib, turklar territoriyasiga tajovuz qilib kirgan. Balki ularga harbiy zarba berishni ko'zlamay, aksicha Iroqni nazarda tutib, ularning territoriyasini besib olishni maqsad qilgan. Tajovuzchilik maqsadi qilingan har qanday urush albatta adolatlik urush bo'lmaydi. Bu ikki qo'shni davlatning tinch o'tgan mazgilidami o'zaro qilishgan, ya'ni do'stona muomalalarimi samimiyat bo'lmagan. Milodining 697-yili Sharqiy turk qog'oni Qapaqon qog'on, ya'ni 692 dan 716gacha Tang sulolasining qarolchisi, ya'ni ayol podshohi Vuzotiyanga elchi avatib, Xitoyga el bo'lib ketgan bir necha ming oila turklarni qaytarib berishni, ya'ni 1000 ko'ra urug'liq oshliq, 50 ming to'p tovar durdun, 3000 dona dehqonchilik soymini, 40 ming jing to'mir berishni talab qilgan. Vuzotiyan Qapaqon qog'onning talabini o'rindashga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, ammo muomalada samimiy bo'lmagan. Shuning uchun Qapaqon qog'on milodining 698-yili Vuzettinga yozgan maktubida, ya'ni birinchidan menga avatilgan urug' donlarni qo'rib avatibsizlar. Yerga terigandan keyin bir talmi o'lmadi. Ikkinchidan, avatgan oltin kumush jabduqlaringiz yolg'on chiqdi. Uchinchidan, tovar durdonlaringizning hammasi qo'pol, nachar ekan. To'rtinchidan, bizga yotliq qilingan, ya'ni Qapaqonning o'g'liga yotliq qilingan malikasi, bu jamoatidan bo'lgan malika qiz bizning loyiqimiz emas ekan. Shuning uchun ustingizga qo'shin tortib borman deb yozgan. Yuqoridagi paktga qaraganda Vuzotiyanda samimiyat bo'lmagan.
Qapaqan qağanның oğluğa yatlıq qılınğan Məlik qız Tang sulalisi hükümranlığının Li familiyalik xan cəmiyyətidən bolmay, bəlkə Wu familiyalik, yəni Wu Zetianның tuqqanları cəmiyyətidən bolğan.